Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız leksiye dese de gacırız. Washington'da sözdeyimiz bugünkü islağı 2022 yıl 5. ayının 16. günü. 5. ayının 16. günü. Ne kadar 16. gün. Vaziyet doğrusu da hazırlı torbetlerde maşanşın dedi ki Ukrayna-Rusya vuruşunun keynideki bir iş Amerika Koşmuş Ştatları ile Avrupa İttifakı aslında Cungo'nun kanıdan boğup aptığı. Enandikin Govingoy dedi ki Azerbaycan'a hareketi vatkanı şiddetli ziddiyetle işte grup oturustaki ziddiyetler. Reis Xi Jinping'i almaştıracak Elviç devri geldi. Bununkini yalgan dep duraylı. Yani bir torbeti de değildi ki hazır. Pulu qaraydigan yıllar. Cungo'nun iqtisadi ahvali ve dünyanın iqtisadi ahvali bir kesakka, yani bir gizakka kelip qalgandak, yani bir siziq üstüge kelip qalgandak bir ahval. Yani bundan burun Birleşken Devletler Teşkilatı dünyada açlık krizisinin yetip kelayotganligini ko'rsatgan edi. Bu ziddiyetler Cungo'ga münasebetli deseniz hammasini bu yana bir gap. Bu ziddiyetler Cungo'ga münasebetlik emas xalqaradagi pul obrot ve açlık krizisi ve başka deseniz yana bir gap. Qısqası Cungo dünyanın içideki Cungo'dur. Dünya xaritasının içideki Cungo'dur. Dünyanın vaziyeti de qandaq özgürüş buludu. Hiç qaysidan Cungo qaçıp bitemeydi. Onun üstüge yani bir vaziyet Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden yaqında Asya, Tokyo, ondan keyin Koreyaga ziyaretga chiqadi vatandaşlar. Muşu bizning bugün xalqaro vaziyetlerimiz. Endi bugün so'zlaydigan leksiyalarimizning mazmunida aytsak, hammasi iqtisodga munosabatli leksiyalar. Mavzu mundaq. Çataq çıktı. Cungo pul muamele kövrük beşi istikame. Müdafialiye niyesi yimirildi. Mavzuda haber 5. ayının 13. gün Venvi Torbeti ilan kılındı haber. Mundaq başlan. Cungo Amerika işki devlet elişi vatkan kövrük beşi istikame. Amerika Zapas Pul Komiteti üsümünü östürgen dinken Hong Kong pul muamele liniyesi qattiq zarbiga uçurdu. Taqabıl turalmadı. Hong Kong pul muamele başqurish idorasi 3 yildan keyin yani 5. ayının 13. günü ciddi qo'l silib Hong Kong puli bilan dollarning munosabatlik privat almashtirish funksiyasini qo'zg'atib bozorga zo'r miqdorda dollar qo'yib etib Hong Kong pulining ayrıbaşlaş qimmatini muqimlashtirgandek bo'ldi. Diqqat qilishga arziydigan bir taraf shuki, Hong Kong iqtisodshunosi Liu Dingming navbatda mundaq ko'rsatdi. Dollar bilan Hong Kong pulini chetib qo'yish tuzumi endi zamonga mos kelmaydi. Hong Kong pul muomala boshqarish idorasining boshlig'i Yu Wen növbette teximi aşkarılab, mundaq ko'rsat. Hong Kong'dan qo'g'lab chiqarilgan Yer Shari Bankisi pul muomil elektron uçurları cemiyeti deyildiken bunun Uyg'ur til tarjimasi Anglisi SWIFT deyildiken mo'lcharlab tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Hong Kong'ning pul muomala bozorida zo'r o'zgarish yuz berishga uzun vaqt qalmadı. Gapning chatig'i bugungi leksiyani chatig'i mana shu edi. Pul muomala sohasida Hong Kongda o'zgarish bo'ladi, Jungoda-chu chataq mana shu edi vatan. Erkin Asya Xitoy til programmasi xabar qilib mundaq ko'rsat. Amerikada o'sim o'stirish e'lon qilingandan keyin Hong Kong pulining dollarga tegishli qimmati borgan sari tuvallashga boshladi. Hong Kong pul muomala boshqarish idorasi 5. ayning 13. günü privat munosabati funksiyasini harakat keltirib
bozorga dollar chiqarib, Hong Kong pulining tegishilish qimmatini muqimlashtirdi. Yani bir kişinin dikkatini tartadigan yana bir kişinin dikkatini tartadigan ahvol shuki, Amerika dal hozir Rossiya va Rossiyaga aloqador shirkatlarga embargo yurgizishni planlayapti. Balki rayon xarakterli siyosiy vaziyat murakkablashib ketdi. Bir nima demak ters bo'lib qoldi. Hong Kong shunlashqa o'xshash bo'lmagan ahvolga qarab, banka sohasi bilan birlikda tayyorlik qilib qo'ydi. Masalan, mol-mulkni to'nglatish, SWIFT'dan chiqib ketish, Hong Kongning provod zapisi hammasi degidek Yevropada, Amerikada. Mana bu taraf qaltis gapki. Şuna tayyorlanib qo'ygandan keyin agar kaskin ahvol yuz berib qoladigan bo'lsa, tez arada kasbdoshlar bilan aloqalashib, tadbir elib chiqib taqobil turishga to'g'ri keladi. Tahlilda mundaq ko'rsatildi, bu xabar pul muomala organlari uchun mablag' solg'uvchilar va Hong Kong xalqi uchun aytganda intayin qo'rqinchli, kishini ansirtadigan bir ishdir. Ansiraydigan taraf shuki, Hong Kong mol-mulklari xalqaro jamiyatda to'nglatilsa yoki SWIFT dan qo'g'lab chiqarib etilsa, Hong Kong Rossiyani chiqarib etdi-ku, qo'g'lab chiqarib etilsa, umumyuzlik pul paxolligi yuz beramdi yo'q. Yo'q, mundaq jumla ekan juma. Umumyuzlik pul paxolligi yuz berib, hamma narsa bormi yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'ladigan gap, hammasi tugal yo'q bo'ladigan gap. Hong Kongning xalqaro pul markazlik o'rnimi bir kechada tugishadigan gap.